Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa darvozamiz tunuqkasini qilib oldik. High-tech fasondagi darvozamiz rejimkalar qo'yilmagan holatda qilindi. Egasini talabiga binoan stoykalarimiz 8 1.7 stenkada bo'lgan, profillari 6x4 ichi tashi, tashqi profillari 1.7 stenkada, ichlari 1.5 stenkada bo'lgan. Dislarga keladigan bo'lsak, 2 qavatli shumka qilingan. Qora o'sha rossiyskiy listdan bo'lgan. Tagilari, tepali qismlari 2 chaspek to'qib berganmiz. Chaspeklarimiz qal'ligi 1.2 stenkada bo'lgan chaspeklarimiz. Tashqilari ham chaspekli fasonda bo'lgan. Bu darvozamiz. Xo'sh, bu yerlari ham 2 qavatli shumka qilingan, ovozlari zo'r holatda chiqdi. Zamoklarimiz zo'r zamoklar qo'yilgan. Ochilib yopilishlari zo'r holatda. Yog'ochlar qo'yilgan. Xo'sh, bu darvozamiz tag qismiga konteyner shvillar qo'yib berganmiz. 12 ga 5 sm razmerdagisi, tepa qismiga 8 ga 4 profil qo'yilgan. Darvozamizning kvadrat metri 1.100.000 so'mdan bo'lib tushdi. Bog'ot tumaniga o'rnatildi. Darvozamiz o'ta chiroyli holatda chiqdi. Xo'sh, bu darvozamiz orqa tomonlarini ko'rsatamiz. Orqa taraflarda profili ko'rinib turadi. 2 qavatli hisobiga ramalar ichkariga bosilgani uchun. 3 qavatli qilinsa tekis bu pita. Xo'sh, shanirlar pachennikli shanirlar qo'yilgan. O'shlarning ko'ta ochilib yopilishlari yengil. Tashqi zatorlar qo'yilgan. Ochilib yopilishlarini ko'rsatamiz. Bitta yengil holatda ochilib yopilishlari. Pachennikli zator ochmoqchilarimiz chiroyli holatda ishlaydi. Ko'rishlar mumkin. O'zbekiston bo'yicha yetkazib o'rnatib beramiz. Dostavka xizmatlari bor. Vodiylarga besplatni yetkazib beriladi. Voha Toshkent shaharlariga kelishgan holatda. Darvozamiz o'ta yengil holatda, mana 2 qavatli bo'lishiga qaramay yopilishlari. Rezinkalar qo'yilgan. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib o'rnatib, ustunovkalar qilib beriladi. Obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasaysizlar. Xudo xolasa ishimiz sifatli, uyaltirib qo'ymaydi. Glazoklargacha qo'yib berganmiz. Kraskalar o'sha Mokriga 2 degan kraskani sepilgan, 1 litrli metrovoy Xitoy kraskasi. Devo kraska. Kraskamiz dolasi uyaltirilmaydi. Gruntовkalar sepilgan, как положено. Laklargacha sepilgan. Bizning nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.